Minecraft. Bugun videomuzda Java Minecraftda hamma kira oladi. Java Minecraftga to'g'ri bajalar ujardan va bizda shunaqa o'yin ochiladi va biz multiplayerga bosaman. Shoshilayapti va men tez tushuntirib o'tib ketaman. Bu tugmalarni hamma bilsa kerak. Va biz o'zbekcha serverlar bo'lsa, men sizlarga sidini ham aytib o'tib ketaman. Minecraft nurlicraft.uz bu o'zbekcha server. Bu serverimiz ham o'zbekcha www.dragon.uz. Keyin esa bu hamma biladigan artcraft.uz bu ham o'zbekcha serverlardan biri. Va bu o'zbekcha server bo'lmasa ham bu ham yaxshi serverlardan biri dexler.org. Men unda ko'p o'ynayman, shu sizlar uchun o'zbekcha server. Aka kirib ko'rsataman. Telefonda ko'plab kira olmayapti, to'g'ri. Va ustiga 2 martama 1 martama bosasiz va sizlarda shunaqa bo'ladi. Buni va bot emasligingizni tasdiqlashingiz kerak. $9.53 va men o'tdim. Va sizni chiqaraveradi, qo'rqmang. Bu men registratsiyadan o'tolmadim degani emas. Yana qaytadan kiring. Va kiryapsiz. Va siz bot emasligingizni tasdiqlang. I am not bot. Va sizga shunaqa o'yinlar ochiladi. Siz register qilib yana parol qo'yasiz deyapti. Birinchi marta kirayotgan bo'lsalaringiz, register qilib yangi parol qo'yasiz. Agar ikkinchi marta kirayotgan bo'lsalaringiz, tepada chatga bosib turib login qilasiz. Chatga bosib turib, tepadagi vaqt o'tib qolmasdan login qilasiz va bunaqa egri tayoqchalar bilan parolni qo'yib olasiz. To'g'ri qo'yishingizga qaraysizlarga bosasiz va men serverga kirdim. Agar sizlarda birinchi marta o'xshamasligi mumkin, menda ham birinchi marta o'xshamaydi. Qayta urinib ko'ring, chunki xato bo'lib qolishi ham mumkin. Telefonda bo'lgani uchun va onlayn 6 onlayn SMP anarxiyaga men kira olmayman. Juda ko'p odam o'ynagani bilan. Chunki anarxiyada 1.21 versiya bilan kirilardi. Men kira olmasdim, to'g'risini aytsam. Hozirda boshqa ish bo'ldi, kirib ketdi. Yo'q, kirmadim. Va men yana spawnga qaytib qoldim. 1.21 versiyani tanlaganingiz mumkin. Bu versiyada anarxiyaga bo'lmasa kira olmaysizlar. Box PvP onlayn 6 da va bunga kirib ko'ramiz. Va login kerak. Va kirdim. Qochish kerak. To'g'risini aytsam, men box PvP uncha o'ynamayman va internet sal qotib turibdi. Va sizlar bilan box PvP o'ynashga qaror qildim. O'ynab ko'raman. Hozir hech kim ko'rinmayapti va ikkita va bitta hammasi bir aylandik. Qochish kerak. Yana men spawnga qaytarib yubordi. Shib kirib o'ynaysizlar do'stlarim. Artcraft serveriga to'g'risi hali men kira olganim yo'q. Chunki Artcraft serveri sal qiyin. Kirish registratsiyasidan o'ta olmayapman.
yana spawnga qaytarib yubordi. Babaynag'i jangchi spawnga meni qaytarib yuboryapti ko'pincha. Va 3 kishi urushyapti va baynag'i almazli bundan qochish kerak. Yana spawnga qaytarib yuborishdi. Video shu joyda to'xtaydi. Agar yoqqan bo'lsa like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Sizlar bilan javob Minecraft bo'ldi. Mayli, xayr.